Assalomu alaykum, hurmatli kanalimiz obunachilari, kanalimiz mehmonlari. Bugun xudo xohlasa mana 14-may hafta kuniga chorshanba Qo'qon avtomobil bozoridan syomkalarimiz qilganmiz. Bu qismga amazlar qo'ldan kelgancha Cobaltlardan syomka qildik. Har xillaridan bor video davomida ko'rasizlar. Bittadan like bosib qo'yishdi, kanalimizda mehmonlar albatta obuna bo'lishni esingizdan chiqarmanglar. Qanaqa mashina kerak bo'ladigan bo'lsa, albatta kommentariyaga yozib qoldiringlar. 2019 dan boshladik oqidan. Qancha yurdi bu? 80 ming kilometr bosib o'tgan 4-paysi. ABS konditsioner bor. Gaz qo'yilmagan. Ochilmagan, aka, gazda yurmagan. Gazda yurmagan. Ходовой korobka qanaqa? Balonlari yaxshi holatda. Xo'p. Salon holatlari, mashina 4-paysi, avtomat korobka, multirol qo'yilgan ekan. Mana 80 ming yurgan, monitor qo'yilgan, kovrilari bor, linon qilinmagan, chexollari yaxshi holatda. Orqa salonlari zapas balondan kiratgich, pol holatlari zavod holatida. 2019 80 ming yurgan 4-paysi. Tozami? Shumka bo'lgan aka. Polni shumkami? Polni shumka. Virus diskga qo'yilgan ekan. Tozami? 20 bor ekan, bor. Tozami? Nech pul narxi? Narxi 9800. 9800 dollar kami bor. Petnosi bor. Qayerda? O'ng tomon qanotda baktonda petnosi bor. Nech pul dedingiz? 9800 so'rayapti. 9800 kami bor. Nech pulgacha ko'rdi bugun? 8500 8800 qilyapti. Xo'p. Nasiya barter imkoniyatlari qani? Nasiya 1-2 oy variantga beramiz. Endi variant emas, turish. Bankga beramiz. Bo'ldi. Generalni chiqam chiqmaydi? Yo'q, chiqmaydi. Bu telefon nomeringiz? 91 688 688 76 67 raqamiga aloqaga chiqaverasizlar. 2019 80 ming kilometr bosib o'tgan. 2023 navbatdagi Cobaltimiz azizlar. 4-paysi 32 ming kilometr bosib o'tgan ekan. ABS konditsioner gazlari bor. Balonlari yaxshi holatda. Salon holatlari, mashina 4-paysi, avtomat korobka mana 32 ming bosib o'tibdi. Monitor qo'yilgan, avtomat korobka, chexollari yaxshi, kovri bor, linon qilinmagan. O'na egasi aka. Orqa salonlari bitta ko'ringlar mana. Gazi metan 90 talik. Zapas balondan kiratgich, pol holatlari zavod holatda. 2023 32 ming yurgan. Tozami? Nech pul narxi buni? 11600 kami bor. Bermaganingiz bo'lmadimi aka? Bermaganimiz bo'lgan yo'q. 11300 ga beramiz. Xo'p, nasiya barter yo'llari-chi? Shu bor, shu bunga yetganimiz bor. Bitta qaytarib qo'yarsan, bu alohida qo'yiladi. Bir oyga beraveramiz nasiyaga ham. Yarim puldan bersa, bankga beraveramiz. Barter ham. Devoga barter qilaveramiz. Generalni bo'lan bo'lmaydi? Bo'laveradi generalni. Xo'p, nomeringiz? 94lik 94lik 478 478 93 93 raqamiga aloqaga chiqasizlar azizlar. 2018 ga 19 navbatdagi Cobaltimiz. Mexanikami? Qancha yurdi bu? 43 ming? 43 ming kilometr bosib o'tibdi. ABS bor, konditsioner bor. Gaz qo'yilmaganmi? Benzinda. Balonlari yaxshi holatda. Yangi balon ekan aka. Shumka yo'q. Mashina 2-paysida azizlar. Yurgani 42800 kilometr bo'libdi. Kovrilari bor, linon qilinmabdi hali. Orqa salonlari tonirovka tortilmagan bunga. Gaz umuman qo'yilmagan. Zapas balon dam kiratgichlari o'z o'rnida turibdi. 2018 ga 19 42 ming kilometr bosib o'tibdi aka. Kraskasi qanaqa? 100% toza. Narxi nech pul buni? 10200 dan tushgan. 10200 dollar kami bor. Bermaganingiz bo'lmadimi aka? 96 ga berganim yo'q. 9600 gami? Har juda ko'p bo'ldi. Xo'p. Nasiya barter imkoniyatlari-chi? Yo'q, nasiya bateri yo'q. Faqat bo'ldi. Generalni hech ham chiqmaydi. Chiqaveradi. Telefon raqamingiz? 90lik 90lik 057 057 76 69. 76 69 raqamiga aloqaga chiqasizlar azizlar. 2013 ga 14 navbatdagi Cobaltimiz Stavnosvetidan
Qancha yurdi bu? 365 ming halol. Xo'p, 365 ming kilometr bosib o'tgan ekan o'ziniki yurgani. Xo'p, ABS konditsioner, metan gazlari bor. Rasxod qilmaydi motori? Yo'q, yo'q, yo'q. Hadovoy korobka qanaqa? Yakon, to'rtta yangi bo'ldi. Yangi holatda. Shumka bor, a? Sumkalariga so'rang. Mana yurgani 365 ming kilometr bo'pti. Arqon ochaman, siz bosib yuborasiz shu yerga. Bo'ldi, mana sudachi qo'yib qo'yilgan ekan. Sudachi ham ishlaydimi? Gazi temirmi aka bu? Temir balon. 90 talik temir metan gaz o'rnatilgan. Balon Zapas baloni bor. Yangi turib. Xo'p, 2013 3 pozitsiya 365 ming yurgan. Kraskasi qanaqa buni? Kraskasi aytdimda joyda rektorga bor. Kapot betida bor. Rixtovkami? Sepilgan joyi yo'qmi? Yo'q, uni kapot betida sepib Xo'p, nech pul narx aka? 6800 dan tushib beraman. 6800 kami bor. Kami bor. Bermaganingiz ham bo'lgandir. Bo'ldi. Nech pul sir bo'lmasa? 61 ga beraman. 6100 gacha berilmadi. Nasiya barter imkoniyatlari-chi? Barter qilaveramiz, nasiya qilmaymiz, bank qilib beraveramiz. Xo'p, generalniy davengiz ham? Любой hujjati bo'ladi. Xo'p, bo'ladi. Nomeringiz? 90 90 586 586 88 88 38. 38 bozoringiz bersin aka. Mana uni ham o'radik. Hozir. Azar aloqaga chiqaverasizlar 2013 3-pozitsiyada. 2021 navbatdagi Cobalt'imiz 2-pozitsiyada. Qancha yurdi aka? Aka 270 ming yurdi haloli poki. Bizda misolcha haloli poki turadi. Yili 21 270 ming yurdi. ABS bor, konditsioner, gazlari bor. To'pa to'g'ri. Sostoyaniyasi qarab turib, misol bunday qilib qo'ysa bo'ladi, unda narsalar bizga noto'g'ri. Bu balonlari yaxshi holatda. Balonlar chotka aka, charmxon balonlarda. Bu 2-pozitsiya mashina. Yurgani mana 273 ming kilometr bo'pti. Kovrilari bor, linon qilinmagan, chexolari yaxshi holatda. Buni bagajni olsak bo'ladimi? Bagazni ochamiz, yana. Bo'ldi, ochildi. 90 talik temir metan gaz, zapas balonlari bor. Pol holatlari zavod holatda. 273 ming kilometr bosib o'tgan 2021. Kraskasi qanaqa? Kraskasi, xo'p, 2 dona petnochasi bor, u ham kalinkasida. Detalida sepilgani yo'q, to'g'ri. Detalga ponli sepilgan unaqa avariyli mashina emas, bexijolat. Bozorda eng arzoni beramiz deyapsiz. Arzon qilib beriladi. Nech pul aka? Xo'p, buni narxi 9700 ida, ana manasi yana 9,5 ga berib yuboraman. Siz klientlaringiz uchun. Bo'ldi. Generalniyda imkoniyatini so'rab ko'ring. Generalni xuddi shunaqa 50 yillik imkon qadar klient tarafga o'ynab beraman. Nasiya barterlari kelishlar. Nasiya, barter, avtokredit, halol nasiya savdo hammasini qilib berilaveradi. Bo'ldi. Nasiyaga masalan bankka aralashishman desam aloqaga chiqaversin-a? Albatta. Kamida nech pul bo'lishi kerak? Savdo qilib berishimiz kerak. Kamida nech pul bilan chiqsan aloqaga? Xo'p, kamida 5-6 ming bilan chiqish olsin, xudo xohlasa. Nomeringizni aytib berasiz. 90 187 0055. Bundan boshqa mashinalar ham bor. Bexijolat kelib, bunaqa mashina kerak desalar ham qilib berilaveradi. Ismingiz nima? Tillohon ismim. Bo'ldi, aloqaga chiqaverasizlar. 2021 navbatdagi Cobalt'imiz 4-pozitsiyada avtomat korobka. Qancha yurdi aka bu? 232 ming yurgan. 232 ming kilometr bosib o'tgan 4-pokoleniya propana bu. ABS bor, konditsionerlari bor. Motor hadovoy korobka qanaqa aka? Balonlari yangi. Salon holati mana. Buni yurgani qaytib qolganmi nima bu? 50 ming ko'rsatyapti. Bittasi olgan edi bankka. Bankka baholashdi nimasi sababi shunaqa bo'ldi. Bo'ldi, tushunarli. Lekin o'zi asli halol qancha? 232 ming. 232 ming yurgan. Mana aytilyapti. Tekshirib olinadi. Videoda shu joylarni yaxshilab ko'ra oladi. Aytib ketyapmiz azizlar. 48 talik 4-pokoleniya. Pokoleniya ham oddiymidi? Pokoleniya. Pokoleniya 2021 250 232 ming yurgan. 232 ming yurgan 2021. 4-pozitsiya avtomat. Kraskasi? Kraska bir qarashdan ham kichkina petnosi bor. Bo'ldi. 15 sm atrofi petnosi. Kalinka. Kalinkasida. Nech pul narxi aka? Buni ham 10500 ga berib olamiz. 10500 ga beriladi. $1000 bilan chiqadi. Xo'p, generalniy bo'ladimi? Generalni harakat qilib ko'ramiz aka. Bartergachi, nasiyagachi. Yo'q, bank qilib beramiz. Buni ham Xo'p, $1000. nomeringiz aka?
33lik 259.02. 33 kodi bilan 259.02 aloqaga chiqaverasizlar azizlar. 2020 ga 21 navbatdagi Cobalt'imiz. Avtomat bu. Mexanika diskga qo'yilganmi? Qancha yurdi bu? 173 ming kilometr bosib o'tgan, ABS bor, konditsioner bor, 4-pokoleniya metan gazlari. Motor ходовой коробкasi? Zo'r. Balonlari yaxshi holatda, yangi. Salon holatlari. Mana 174 ming kilometr bosib o'tgan, ikkinchi paysi mexanika, kovrilari bor, linoleum qilinmagan, chexollari yaxshi holatda. Salonlarni bitta ko'ringlar mana. talik temir metan gaz o'rnatilgan ekan. 22. Metanimi? Ha, metan balon. 2020 ga 21 174 ming yurgan. Ikkinchi paysi. Ikkinchi paysi. Kraskasi qanaqa aka? Bitta mana shu arqa kirillosida. Xolosmi? Boshqa joyda yo'q. Xo'p, nech pul narxi? Puli 9800 kelishtirib beramiz. 9800 dollar kamini qilib berasiz. Bermaganingiz ham bo'lgandir aka? 9000 ga beraman. 9000 ga bermadingiz. Nasiya barter yo'llarchi kelishlardi. Generalniy bo'ladimi, bo'lmaydi? Bo'ladi general. Nomeringiz 690 4353. nechilik? 91lik. 91lik 690 4353 raqamiga aloqaga chiqaverasizlar. 2020 ga 21 kraskasi bitta detalda ekan. 174 ming yurgan. 2018 da oxir ekan navbatdagi Cobalt'imiz JK2 svetidan. Birinchi paysani yevro variant ekan. Gazlari bor metan. Propan ekan. Propan gazi bor ekan. Yurganini qolgan barcha ma'lumotlarni so'rab ketamiz. Balonlari yaxshi holatda. Salon holatlari mana 261 ming yuribdi. Juda ham xira ko'rinar ekan. 261 ming yurgan. Kovrilari yo'q, linoleum qilingan. Chexollari yaxshi holatda. Orqa salonlari mana. Tonirovkalar tortilgan. Xo'p, bagaj holatlari. Propan 48 talik. 2018 da oxiri 261 ming yuribdi bu. 261 ming yuribdi. 260. Kraskasi qanaqa? Kraska toza. Mana yerda petnocha baholas. Arxonati bormi yerda? Shu yerdan. Mana yerda petnocha. Ha, bo'ldi, o'zi bilinib ham turibdi mana. Shu yerda petnos bor ekan. Lekin 2018 da oxiri 1 yevro 261 ming yurgan. Kraskasi shu yerda xolos. Nech pul narxi? pulini 8000 ga beraman. 8000 ga berasiz. Kami ham bormi? Ozgina. Ozgina kami bor. 79 ga beraman. 7900 ga beriladi. Nasiya barter yo'llarichi? Kelishdi. Nasiyaga ham chiqami? Nasagani? Ha. 1-2 oygacha. Hisar omdodga chiqaveradi. Generalniy davenizchi? Bo'ladi. Bo'ladi. Nomeringiz 90 90lik 629 629 77 80. 77 80 raqamiga aloqaga chiqasizlar azizlar. Xo'p, necha buni yili? 2013 Lacetti Pro 8, Lacetti ishqibozlari shuman. Qancha yurdi bu? 137 mi? Motor ходовой коробка yaxshimi? Yangi mashina. Xo'p, ABS konditsioner gazlari bor. Gazi bormi? Yo'q, Ha, gazi yo'q. Balonlari yaxshi holatda. Hech qanaqa rasvot yo'q deyapsiz-a? Kraska yo'q, toza. Bo'ldi, salon holatlari, chexollari yaxshi, kovrilari bor, linoleum qilingan. Orqa salonlarni bitta ko'ringlar mana. Tonirovkalar tortilgan. Hali gaz o'rnatilmagan ekan azizlar. Yurgani 100 qancha dedingiz? 137 ming yurgan 2013 Pro 8 birinchi paysi. Kraskasi toza. Nech pul narxi aka? 7200 oxiri bor. 7200 dollar bo'lishi. Kami yo'q. Nasiya barter yo'llarichi? Yo'q, Faqat naqd pulmi? qatnaq. Generalniy bo'ladimi? Generalniy bo'ladi. Bo'ldi, nomeringiz 90lik 90lik 566 566 17 87. 17 87 raqamiga aloqaga chiqasizlar azizlar. Navbatdagi Lacetti Pro 8imiz tayyor jentra qilingan, kuzovi bilan bosilgan ekan. 2012 3-paysi avtomat korobka Pro 8 qancha yurdi bu? 136. Qo'yavering. 136 ming yurdi. ABS bor, konditsioneri bor. Gazichi metan. Bor. Qo'yavering aka. Amerikanga qo'yilgan balonlar yaxshi. Nima rasvoti bor aka?
Hozircha yo'q. Hozircha rasoti yo'q. Assalomu alaykum. Avtomat korobka mana 3-pozitsiya, kovriklari bor, linoleum qilingan chexollari. Yaxshi holatda lyuki ishlab turibdi. Va salonlari. Xo'p, tayyor jentra qilingan Lacetti Euro 8 so'raganlarga endi bu. 100 talik temir metan gaz. Zapas baloni yo'q, pol holatlari zavod holatda. 2012 qancha yurdi aka? 136 mi yurganmi? Xo'p, kraskasi qanaqa endi bu ko'zib bosilgan? Kraskada oldida. Qanot bilan kapot. Necha pul narxi? 6,5 ming deyapmiz. 6,5 ming kami bor. Bermaganingiz bo'ldimi, bo'lmadimi aka? Yo'q. So'rashga yo'q. Nasiya barteriyorlarchi? Faqat naqdmi? Gench ham Genga bo'laveradi. nomeringiz? 50lik 50 kodi bilan 774 774 78 18. 78 18 raqamiga aloqaga chiqasizlar azizlar. Bag'dod tumanining mashinasi. Azizlar, shu Epica'ni ham qo'shib yubordik. Epica ishqibozlar uchun 2011 ikkinchi pozitsiyasi, lyuki bor, mexanika. Qancha yurgan bu? 145 ming. Oz ekanda yurgani? Saqlangan. Gazi propanmi? Yo'q. Hakalini metan. 4-pakelini metan. Motor hadovoy korobkasi yaxshimi? Motor xarob. Tana. Balonlari yaxshi holatda azizlar. Salon holatlari, kojniy chexol, kovriklari bor, linoleum qilinmagan. Ichki holatlarni bitta ko'ringlar mana. Hop. Orqa salonlari mana. Gazi 100 talik ekan-a? 100 talik 4-pakelini metan. Zapas baloni bor, pol holatlari zavod holatida. Hop, yurgani qancha edi buni? 145 ming kilometr bosib o'tgan 2011 ikkinchi pozitsiyada. Kraskasi qanaqa? Kraska kapotda bitida keyin orqa eshidi. Ikkita detalda. Necha pul narxi? Pulini 6,5 dan tushib beramiz. 6,5 ming kami bor. Bermaganingiz bo'lmadimi sir bo'lmasa? Endi 7 qilib bermadim. 5700 gacha pul ko'rdi. Nasiya barteriyorlarchi? Kelishlayveradi. Kelishiladi. Generalniy bo'ladi. Bo'ladi. Nomeringiz? 90 90lik 629 629 77 80. 77 80 raqamiga aloqaga chiqarasizlar. Epica ishqibozlari. Xo'p azizlar, mikro avtobus ishqibozlari uchun mana shu mashinani ham mana qo'shib yuboryapmiz. Necha yili? 2023 aka. 2023 qancha yurdi? 51 ming euro. 51 ming kilometr bosib o'tgan aka printlari, derivyani ekan ko'rinishi. Buni ABS konditsioner ham narsasi bormi? ishlaydi. Konditsioner отдельный radiator deydi. Motor hadovoy korobkalari qanaqa buni? Ideal yangi mashina. Buni marshrutga haydaydi-men asosan. Turizm. Turizm, bog'cha, maktab. Xo'p, kraskasi qanaqa? Kraskasi konteynerda kelganda orqa qanotida shunday petnochasi bor, shilinib kelgan. Necha pul narxi? 22 ming so'rayapti lekin. 22 ming dollar propan gazlari bor. 22 ming dollar kami bor. Kami bor, o'tib beramiz. Xo'p, nasiya barteriyorlarichi? Yo'q, naqdga olamiz. Faqat naqd. Bank bo'lsa bank qilib olishaveradi. Generalniy chiqadi chiqmaydi? Generalni qilib beraveramiz, o'zimiz nomimizda. Nomeringiz? 94lik 94lik 392 392 10 10. 10 10 raqamiga aloqaga chiqasizlar azizlar.